Ey, yo bolalar, qisqasi Blenderda animatsiya qilishni o'rganamiz. Birinchi qisqasi o'zim endi o'rganyapman. Boshlanishga nimalar qilishni bilib olaman va Minecraftda animatsiya qilishni o'rganaman. Jim o'tir. Xo'sh, birinchi navbatda Blenderga kirib oldim. Bu ko'p kerak emas. Xo'sh, scrollni aylantirsam katta kichik bo'lar ekan. Xo'sh, o'ng tugma bilan hop, ancha tushunib olamiz suratdan keyin. Ha, bo'ldi. Scrollni bosib qimillatsak, qimillaykan. Xo'sh, boshlanishga bizga kerak Chromedan prep. Mana shu yerdan yuklay olasizlar. Wow. Yuklay olasizlar. Ekan, yuklay olgandan keyin zitni ochib o'tirish shart ekan, edit deb sizlarda Ctrl bilan qarang, Ctrl bilan buni bossak, ochilar ekan. Xo'sh, undan keyin addon install bosamiz ekan, install qani. Mana install for disk ni bosamiz ekan. Men bu yerda emas, mana yuklamalarda turibdi. Bitta ochmasam bunday qilsak yuklaykan, yuklayapti menimcha. Hop, mana TikTok qo'yib qo'yasizlar. Undan keyin va dunyoni qo'yishni o'rgatadigan bo'lsam, o'tasan. Xo'sh, o'ta oson, menga oson. Lekin birinchi marta o'rgangan uncha oson emas. Xo'sh. Bu boshlansa, mana mini Wise degan narsani yuklab olishinglar kerak. Va Minecraftda bitta dunyo ochasizlar. Xo'sh, boshlanishga buni yuklab olinglar. Mini Wise. Google'ga kirasizlar. Wise. Mini Wise. Birinchida chiqarishni ochasizlarda download, mana shu Windows download shu tugmani bossangiz, bu tugma emas. Tugma desang ham bo'ladi. Bossangiz yuklaydi, menga kerak emas, yuklab qo'yganman. Atiga 255 megabayt. Ichiga kirasizlar. Kirganinglardan keyin mana bu yerda fayl turadi. Ochasizlar. File nimada? Open world. New world. O'zi dunyoga ham yaratib bera olar ekan. Tak. Yo'q. Bo'ldi, sarim. Oldin o'ynagan dunyo. Xo'sh, mana shu yerdan belgilaysizlar, birinchi saqlanib olish kerak, biror joyda mana shu joylari, kerakli joylari. Keyin esa mana bu balandlik, mana bu birinchidagi ini balandligi, bu pastligi menimcha. Menimcha shunaqa. Bunaqa tomoni bu, mana shunday turgan joyi, bu pastligi deb o'ylayapman. Yana bilmadim, voice. Xo'sh. Keyin esa render world bosasizlar, shuni Ctrl run bosasizlar. Keyin esa nom qo'yib, birorta joyga saqlaysizlar. Document istagan ochishingiz udobniy bo'lgan joyga saqlayverasizlar. Qulay bo'lgan joyga. Xo'sh, fayl nomini yozasizlar, masalan, phonic.obj o'zlashni qo'yib qoladi. Ana bunaqa narsalar chiqadi. Ingliz tilini bilsanglar, to'g'ri olaverasizlar o'zinglar. Xo'sh. Keyin X bosib ketarasizlar. Keyin ne emas ekan.
emas ekan. Nima ekan bo'ldi. Mana bu yerda MC Project turibdi. OBJ World Importni bossanglar, Worldni import chiqadi. OBJsini bosasizlar, import World. Va bunaqa chiqadi. What the fuck? Kamera pastga olib ketdi. Keyin bunaqa allatib turishi yoqmaydi hechimga, to'g'rimi? Shuning uchun xo'sh, mana ham bosinglar. Go'zal qo'yadi. Kamerani olish kerak. Teri qo'yish. Birinchi entityni bosasizlar, entity spawn. Keyin kerak. Bo'ldi, chiqdi. Mana shu yerdan player deb bosinglar desam, entity emas, adashibman. Mob dan o'yinchini topasizlar. Mana player, mana yana bitta player, hozir yana bitta chiqadi. Mana shu eng yaxshi player. Buni qo'shish. Mana pastda paydo bo'ldi. Endi buni tanasi skelet bilan tepaga ko'taramiz. Xo'sh, endi buni pastroqqa tushiramiz. Uramiz, yerga tegib tursin. Shu kompyuterlaringlarni qiynalmasligicha shunaqa ko'rsatadi. Hop, mana. Shuning uchun e'tibor bermanglar buni. Xo'sh. Bu Steve turibdi. Agar mana addon skinni bosinglar, skin qo'yib beradi. O'zinglar skininglar qaytaling belgilaysizlar. Endi skinim rasmlar ichidagi skin stoydagi mana bu. Bu boshqa. Mana addon bumida yo'q. Skin yo'q. Bumida. Mana bu yo'q. Mana yerda chiqdi mana. Shuni Apple qilamiz. Bo'ldi. Xo'sh. Animatsiya qilish unchalik qiyin emas deb o'ylayapman. Log paydo qoldi, restart qilish yoki logni ko'rish yoki restart qilgan chiroyli. Qaytadan ochamiz. Saqlamaganlar kelishini qo'yib qoladi. Yana nima bosamiz? Yaxshi, turgiga oling. Ana endi buni yerdan bitta nuqtaga qo'yamiz. Sekinlashib qoldi. Yaqinlashishni so'raymiz. Sekinlashishni. Object modini edit modiga o'tkazamiz. Simbollarni bemalol edit qilsak bo'ladi. Ko'tarilganmidi? Mana. Uncha kerak emas. Render white. Harakat. Hozir renderlash shart emas edi. Buni bosam render to'g'ri ketmaydi, chiqara olmaydimi? Voy. Yana boshdan. Xo'sh, men pauza bilan ana pauzani o'chirishni F10 bilan F12 ga qo'yib qo'ygandim. Bu yerda F12 yaxshi tugmaymiz ekan. Ola. Yana boshlana. Eng oson animatsiyalardan biri bu qo'lni silkitish. Buni qilib berishni maslahat beraman. Hop, mana rni bosasizlar, qo'lni qimillatsa bo'ladi. Hop. Bunday tursin. Bunday boramiz. Mana rni bosib, mana bunday to'g'rilaysizlar qo'lni. Bunday qilib turib, yana rni bosib, yo'q silkitasizlar. Yaxshi turibdi hozir. O'shadan analarni beklaymiz. Rni bosib pastga. Ana endi mana buni buyoqqa ko'taramiz. Buni bossanglar bo'ldi. Buni yurgizamiz.
12'da bunday bo'lsin. Endi yana jiddiy yurgizamiz. 24. 24'da bunday bo'lsin. Ana endi ko'ramiz. Ha, bunda bunday bo'lsin. Ana endi ko'raychi. Ana shuni takror qilish kerak. Sal tezroq qilsak. Oy, bitta ko'raychi. Boshlanishi sekin. Oxiri tez. Yaxshi ketdi boshlanishiga. Endi buni tugatsak ham bo'ladi. Xo'sh. Birinchi boshlanishi tugasa bo'ladi. Lekin oxiri bo'lmaydi. Xo'sh. Qisqasi video shu yerda tugaydi. Yana qanday animatsiya qilishimni yozib qoldiring va video qanday chiqqanini baholab keting. Agar bilsangiz kommentariyaga nima qilishimni tushuntirib ketasizlar degan umiddaman. Qisqasi video shu yerda tugaydi. Qisqasi agar sizlar ham shunaqa animatsiya qilgan bo'lsangiz, Telegram chatimga tashlasanglar bo'ladi. Uni hozir qisqasi mana shu joyni bossanglar, mana shu yerda Telegram chat degan joy turibdi. Shuni bosasizlar va Open Unigram va chiqadi chat. Mana shu yerga istaganingizcha yozsangiz bo'ladi. Qisqasi videoni tashlasangiz bo'ladi. Bo'ldi. Video tugadi.